Lekin men boshqacha gaplar eshitdim. Mirjon bilan nigohingiz bo'lganmi? Birga yashaganmisizlar? Yo'q, Mirjon bilan birga yashamaganmiz. Mirjon o'zini onalari bilan birga yashaydilar. Men o'zim ota-onam bilan birga yashayman. Nigoh, отдельно yashash, bularni отдельно uyi bo'lgan, bunaqa narsalarni biz ham juda ko'p eshitganmiz, lekin unaqa narsalar bo'lmagan. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq er-xotin rolini ijro etganinglar uchun ham sizlarni ko'pchilik hayotda ham er-xotin deb o'ylagan. Shunaqa deb o'ylaydi. O'zi bizani nimaga er-xotin deb o'ylashgan ko'pchilik, esingizda bo'lsa, ko'pchilik biladi bu narsani. Biz General qaynona degan serial olganmiz, instant serial olganmiz. Shunda biz birinchi o'zi o'sha serialdan wow bo'lib tanilganmizda. O'sha serialda biz er-xotin rolini o'ynaganimizdan keyin bu odamlarga yaxshi yoqqandi. Mana shunaqa rolda chiqishimiz. Shundan keyin biz ko'pincha shunaqa rolda vayn olganmiz. Shuning uchun ham juda ko'pchilik o'ylashadi, bular er-xotin bunaqa deb unaqa narsa bo'lmagan. Qo'shnilarim aytib qo'yinglar, men uydagilarim bilan birga yashayman, u ham o'zini uydagilari bilan birga yashaydi. Demak, sizlarda u yoq bu 7 yillik munosabat bo'lgan. 6 yil. Shunaqa degan ekansiz, 6 yil. 6 yil munosabat. 6 yil munosabat bo'lgan, lekin uncha-muncha munosabatlar 1-2 yildan oshmaydi. Sizlar 6 yilga borgansizlar, to'g'rirog'i uncha-muncha xarakteringlarni bilgansizlar bir-biringlarni.